Assalamu alaykum, İçil Dastıqının programımızın aziz iştirakçıları. Assalamu alaykum. Bu san İçil Dastıqının programımızda biz üçün qandaq yaxşı tamaqlar tayarlanğanda, bizga qandaq isil nazı nimetlarni tayarlashni o'ylayotganda deb bizga savol qo'yayotgan ekran oldidagi barliq qimmatli qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasining Nijat Vali Yaqub riyosetchiligidagi İçil Dastıqının programmasi. O'zimiz va o'zga millatlarning isil taomlari İçil Dastıqınında. Çolpanlar bilan bo'lgan eng yaqin orliqmi İçil Dastıqınında. O'z navbatida Qozonbeshidagi ko'ngillik paranlarmi İçil Dastıqınında. Shunlashqa esinglarda bo'lsin, İçil Dastıqıным, isil Dastıqıным. Agar da yadinglarda bo'lsa, biz ilgirki san programmamizda Urumchi shahardan kelgan qarindoshimiz Fazilat, ya'ni bizning suyumlik arxitektor do'stimiz bilan birlikda yer yangi to'qo'gish qo'rimisini qanday tayyorlashni o'rgangan hamda do'stlarga o'rgatib qo'ygan. Balkim shu vaqtida ikkimiz musobaqa qilishib o'tgan bu qo'rimilardan mening aytganim do'stlarga bekrak yarg'an bo'lishi mumkin. Ham cho'qim shunaq o'ylaydi deb o'ylayman. Bo'ldi, undaqda biz bu san programmamizda zodi kim bilan qanday o'xshagan qo'rimini tayyorlashni o'rganganimiz hamda do'stlarga o'rgatib qo'yganimiz buning cho'qim bakla qiziqyapsizlar. Agarda bizning bu savolimizga birlikda javob tepishni qalsanlar, diqqatinglar yana davomli Urumchi shahridagi Avat rayonlarining biri bo'lgan Dashizdagi 360 musiqalik restoranda ko'rinishga ilinayotgan Busan İçil Dastıqıным programmasida bo'lsin. Bizning bugungi programmamizning alohida mehmoni bo'lsa İçil Dastıqıным programmasining izchil turda har bir sonni qo'ymay ko'rib kelayotgan aziz ishtirokchilardan biri bo'lgan Urumchi shahridan Elshad bilan Zulxumar qarshi olamiz. Assalomu alaykum Elshad. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib yaxshimi Zulxumar? Sizlarni ko'rib xush bo'ldik. Bu suyumlik ayollar bugun bizning programmamizga mana qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashirib qilibdi. Sizlarni qarshi olamiz. Bo'ldi, undaq bo'lsa bugungi bizning mehmonlarimizni alohida taklif qilib oldik. Ekrandagi qarindoshlarimizga salom berib o'tamizlar. Assalomu alaykum. Ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Vay, uyda xili yaxshi rapid qilyapsizlar ishqillar. Assalomu alaykum nima deyman, ko'rmanlar bilan salomlashsiz mashallah. Sizlarning xizmat ayrim emas. Vazifalarni aniq ayirayotgan. Qozonbeshidami shundaymi? Uydan ishlarda turib olmaysizlar. Bo'ldi. Zulxumar, programmamizni ilgari ko'rib baqqanmi? Ko'rgan. Qanday ko'rgan? Ko'rman. Nerede ko'rgan? Uyda. Bir tarafdan tomoq atgash, bir tarafdan ko'rgan. Tomoq yegash, bir Bu yerda bir savol paydo bo'ldi-da. To'g'ri. Demak, tomoqni Elshad yeydi, tomoqni Zulxumar yeydi. Yo'q. Jiq vaqtlar Xijil bo'lishma bu yerda. Sizlarning nima xizmat qildiganinglar bilan bir tonish bo'lsak, hamda Zulxumarning naqshlarini ilgari radiolardan anglagan, televizorlardan ko'rgan, lekin kasbingiz o'qituvchi deyman. O'qituvchi. Hamda Elshadchi. Men bir shaxsiy korxonada ishlayman. Shaxsiy korxonada ishlaysiz. Biz Qozonbeshida kiydigan pokizlik talab qilgan kiyimlarimizni kiyib, undan keyin bugungi programmamizning markaziy nuqtasini boshlab ketaylik. Bulamdi? Ma'qul. Xo'sh, mana qadrli do'stlar, shu topda biz Qozonbeshida kiydigan pokiz kiyimlarimizni kiyib tayyor bo'lib qoldik. Hozir Elshad bilan Zulxumar xuddi kasbiy ustamlardek bizning İçil Dastıqıным oldida taqib oldik. Undaqda bugun tayyorlamoqchi bo'lgan qo'rimizning ismi Kalıgoshi barang qo'rimisi. Kalıgoshi barang qo'rimisi. Hozir bizning dasturxon ustida taqib olgan materiallarda masalan kalıgoshi bor, shunaqmi? Undan boshqa baranga, undan boshqa nima bilan ishlatamiz? Cho'qim xurush tam shu ishlatamiz. Nima bilan ishlatamiz? Tuz, annikinza shakar. Pek ciddi bu. 8 qir. To'g'ri, 8 qir. 8 qir shunaqmi? 8 qirni ishlatamiz. 8 qirni odatda ishlasak, buni faqat taomlarni tamlantirish, undan boshqa mizlik qilish rol bor. Fursatdan buni nihoyatda mizlik turqini qo'ya olamiz. Go'shtni yumshoq qiladigan rol chiqadi. Bo'ldi, nahotki bugun kerak materiallarni bilib oldik. Nahotki biz ham rasmiy mashg'ulot qilishni boshlab ketamiz. Boshlab ketaylik. Kalıgoshi barangi qo'rimisiga ketarlik materiallar. Kalıgoshi baranga yog', 8 qir, kavvichin, zanjibil, samsoq, shakar, tuz, tetim suv, ya'ni jangyu. Nahotki Elshad ustam, siz bugungi shu mashg'ulot qildigan bizniki Men go'shtlarni ayirib beray. Kalıgoshini odatda biz ilgirki programlarımızmı do'stlarning samiga solgandek shundoq sal to'ng'igan holatda to'g'rasa bu ham ko'rkam, ham to'g'rashga oson bo'ldi shunaqmi? To'g'rash bosqichi odatda Elshad ustam qiynalmaydi to'g'raydi-ku, g'oyat yengillik bilan. Pichoq yaxshi-ku?
To'g'ri aytdingiz, demisimi hozir bizning ishiltatqinimiz bo'lsa, programmamizda alayda qo'llagan Nazifa turmush buyumlari. Yana buni parchalab to'g'raymiz, kichik parcha qilib. Odatda sizning yo'ldoshingiz shunday go'shtlarni to'g'rancha siz yana qarab turasiz. Men seylan to'g'raydi. Evet, kasbiy odatingiz bo'yicha naqsh etib beramdingiz ham. Unda bo'lsa, biz bugun ikki qozon tayyorladik. Bunda qilaylik Dilshod ustam. Men bir qozonni siz bilan tang o'xshash mashg'ulot qilib boqay. Ondan keyin eng oxirida zodi qaysimizdan tayyorlig'ini texmi yeyishlik, texmi chiroyli, texmi ishtog'i lazzat bag'ishlaydigan bo'lib tayyorlanib chiqadi ekan. Amsa ayolim tetsinmi? Ha, tetag'uchi ayolingiz bo'lsin. Hamda biz bugungi programmamizda alayda shu kala go'shti bilan barangi qo'rmisini, ya'ni dumlimisini do'stlarga etishni o'rgatib qo'yishimizga sabab qish fasli bo'lib qish faslida kala go'shti odam badaniga eng yaxshi energiya to'liqlash manbasi hisoblanadi. Undan boshqa kala go'shtida yana oqsil moddasi intayin yuqori bo'lib, odam badaniga kasal qarshi turish kuchini oshirdi ekan. Shunlashqa kala go'shti iste'mol qilishmi nihoyat yaxshi bo'lgan hisoblanadi. Biroq bu yerda yana bir samimiy eskartish bor. U bo'lsa, kala go'shti odatda qo'y go'shti qarag'anchada yoki boshqa go'sht turlari qarag'anchada oson hazm bo'lmaydigan go'shtlar hisoblang'achqa, masalan, oshqozni hazm qilish iqtidori sal nacharroq do'stlarimizniki kala go'shti iste'molida ozroq diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Bu kala go'shtini hazm qilmoq tez undan sonra o'smirlarga texmo. Diqqat qilsa Diqqat qilsa. Shu. Lekin o'sha bu baqlarga sunkini qo'yib bersa bek yaxshi deydi ekan. Ashunami? Sizlar mana shunaqa Biz qilamsizlar. odatda uyda qilamiz. Masalan, shuni qayintib bilan bevosita iste'mol qilsangizlar yoki bir narsa aralash. Ko'rishlar, animo chamg'ur, savza, Yurish ko'rishlarni silib. iste'mol qilsa, nihoyat quvvatli bo'ldi. Qish faslida quvvatli uxlashdiki, intayin yaxshi bir tanlashdi. Go'shtni to'g'rag'anchalik qanchalik to'g'raymiz? Hozir sizlarga yetarli bo'ldimi? Bizga yetarli bo'ldi. Hozir go'shtni yetarli qilib oldik-a? Shunaqa. Demak, bunga hozir mana do'stlarim ko'z mo'lchari bilan bilaldim. Odatda 2-3 kishilik tayyorlamoqchi bo'lsak, biroq qo'rmini mushinchilik go'sht tayyorlasak bo'ldi ekan. Shuning bilan ko'ngillik paranglar bilan bo'lib ketib, hozir mana kala go'shtini to'g'rab bo'ldik. Undan boshqa bugungi qo'rimizga kerakli bo'lgan yana bir eng muhim material bo'lsa, baranga. Shunaqa. Baranginiki salomatlik bo'lgan foydali taraflari xususiyati to'g'risida biz ilgari programmalarimizni ko'p qatim so'zlagan. Masalan, baranginiki yurakni yashartish roli bor. Undan boshqa uni tabiiy yo'l so'g'ib, oshqozon ichining xizmatini yaxshilaydi. Ham turli teri kasalliklarga intayin yaxshi shifo qiladi ekan. Shunlashqa barangini bo'lib mush faslda iste'mol qilishimizga nihoyat maskeldi. Kunlik turmushimizda iste'mol qilishga arziydigan, ko'proq iste'mol qilsakmiz ziyon qilmaydigan nihoyat yaxshi ko'ktat turi hisoblanadi. Bo'ldi. Barangi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Bilib oldinglarmi savodashlar? Barangining qanday xususiyati bor deb yiqan? Bilib oldinglarmi? Bo'ldi. Undaqda bugun barangini qanchalik ishlatamiz? Ikkita ishlasak bo'ldi, cho'ng kichik qilib. Boshda go'shtni mana sen qo'yamdik. Bo'ldi, go'shtni hozir mana ichiga ilib. Undan keyin yana davomli barangini to'g'rashni boshlab ketaylik. Bu yerda bir kunlik tartiblarni qanday qo'riqlashtirib olasizlar? Hozir bolalar kichik bo'lgandan keyin bek undaq deyishib ketmaymiz. Kimga qulaylik bo'lsa, shu qildi, shunaqa. Odatda biz demisimi shu to'y qilib, yasatib bolalar bo'lgan chaqda oila besimi ortib ketadi. Shunaqa bo'lib, bola kichik bo'lgandan keyin o'rlashtirmoq tez bo'ldi. Shunaqa vaqtida mening cho'qim araylar o'tirsa bir turli qo'llash bo'lgan chaqda bir-birsiga yantayoq bo'lish, yordamli bo'lish bo'lgan chaqda undan keyin menimcha bu oilani texnik yaxshi rivojlantirib ketgan bo'ldi. Kan qo'saq bo'lgan chaqda. Endi o'zimizning yana qozon beshik qaytib kelsak, biz yuqorida do'stlarim diqqat qilgan bo'lishi mumkin, biz to'g'rag'an kala go'shtini kupsimon shaklda kengligini 1 santda, uzunligini 1 sant qilib, to'rtburchak holat to'g'ri olgan. Buni shunday to'g'ramdik. Ha, demak, o'xshash shakl to'g'risak. O'xshash shakl to'g'risak bo'ldi. Chiroyli chiqdi. Barangining yana bir ortiqchiligi bor ekan. Bo'tqalat keltirib, shu baranginchi, undan pishirib iste'mol qilib, oshqozondan intayin foydasi bor. Demisimi endi oshqozonda dadi boyak oshqozonni og'riydigan kishilar shunaqa yumshoq, shunaqa bo'tqismon odatda yemaklarni ko'proq yeb bergan chaqda oshqozonning asli kelishiga intayin foydali bo'ldi ekan. Bunimi bilib olsak o'g'idek. Bo'tqismon desangiz balkim do'stlarning damaliq ko'z oldiga kelgan bo'lishi mumkin. Biz bir qansan ilgari barangini suvda pishirib olib, undan keyin uni bo'tqismon odat keltirib, undan keyin qiymasa, yana bir xil alayda bir xil tomoqni tayyorlagandik. Odatda barangining tarkibida o'simlik kislotasi bo'ldi ekan, buni yoqsagan chaqda u parchalab yetadi ekan. Shuning bilan bu bizning salomatligimizga intayin foydali bo'ldi ekan. Demak, bugun bizning iste'mol qilish usulimiz intayin to'g'ri, sog'lom, intayin to'g'ri bo'lgan bir turli iste'mol qilish usuli bo'ldi. Barangini odat mushinchik to'g'risak yetamda. Ikkini to'g'risak mumkin. Biz barangini cho'ng kichikligiga qarab, ikkini to'g'risak bo'ldi. Misol cho'ng bo'lib qoldimi? Sal cho'ng bo'lib qoldi. Tamam. Mayli cho'ng bo'lib qolsami, meni o'xshaydi emasmi? Ya unda deyish bo'lmaydi menimcha. Asosiyatda men aytgan tomoqlarning hammasi yeyishga o'xshaydigan bo'laydi. Odatda bu xil qo'rimini biz yuqorida degandek, bir qancha xil jungo'chi qo'rimlar bilan birlikda iste'mol qilishimizga intayin mas keldi, Dilshod.
Odat uyingizda To'g'ri. jiq qilamsizmi shuni? Odatda uyda shu guruch tomoq etganda, shu qo'rimini har qatim qo'rayman. Ha, qaragan chog'da. Buning bir hikoyasi bor ekanda. Bu qo'rim qachon o'rgangan masalan? Buni men dadamdan o'rganib olgan. Men tamoq etishni o'rgatib qo'yganman. dadam Boshidami? qo'rim tomoqlarga bek Nim usta. tamoqni aytalaydi. Hammani aytadi dadam. Wow. Dadam bu Qo'ygan tomog'ini Ashundami? Unda sizni aytgan tamoqingizni yaratmaydi ekanda, kelin balani yeb turdi. O'xshimizni o'xshaydi. Siz nim tamoqni aytalaysiz odatda? Odatdagi shu lag'man, guruch tomoqlardan shu sayladim. yaxshi dedi. O'xshaydi tomoqlar. Endi jilday deysanmi? Allah, bugun programmamiz orqali Zuhmardagi butun shu Aybimni. aybini ichib bilyapti-ku. Eshitmaydi. Bola emasmi? Bala qarash Bola mas'uliyati to'g'ri. bor. Nima degan yaxshi kam qilsak, mana shunday to'g'ri tushunishgan qilsak bo'lgan chog'da undan keyin bizning turmushimiz texma baxtiyor, texma osoyishlik bo'ldi. Bundan bo'lsa, hozir biz kaligushi bilan barangini to'g'rab tayyor qilib oldik. Hamda dastlab kaligushini qo'ramiz yo barangini? Qolgochni qo'raymiz. Algacha barangini sovutchilab qo'ysak, Bu vaqtda bundan ichida kraxmal Kraxmallar. chiqash turdi shunaqmi? Biz odat mush to'q qozon ishlatgan chog'da bexatarlikka o'xshashni intayin diqqat qilishimiz kerak, chunki to'q qozondami o't ketish hodisalari yuz berdi ekan. Undan boshqa biz buni gradusli faqat qo'rish gradusga tashlab qo'ysak bo'ldi. Hozir bizning ishlatganimiz bo'lsa eksan maylari, ya'ni eksanning qichimi. yana ozroq Men azroq qo'yishim kerakmi? qolgoch bo'lganda. Bu bo'ldi. Chiqib ketma. Chiqib ketdi. Hamda mayli qolib ketib qolsa, buni sizda. Mayliq bo'lib ketdi. Men ozroq bo'lib bersangiz bo'lamdiki. Bo'ladi. Bugun bizning ishlatganimiz bo'lsa o'xshashda nazifa oshxona buyumlari. Qarsa amaliyotda plasterdan yasalgandek ko'ringan bilan bu kauchukdan yasalgan bo'lg'achqa salomatlikka intayin foydali bexatar turmush buyumlari hisoblanadi. Bundan maydin sizga ozroq qo'yib beray. Zuhmar, hozir Elshad mening maylarimni bek og'iz yutib bordi. Turmush bek chiqaman nima? Bo'ldi, xotin bo'ldi, tuz chiqib ketdi. Voy, moy chiqib qo'yapsiz. Go'shtni evitib kichik tursa bu deb. Qo'shmaydigan-da. Ondan keyin buning hozir tuzni bevasalamni yo'q qilamiz. Ozroq tuz, lekin maysal qizg'anda shakar solib qo'yamiz. Shakar silishki sababimi? Birinchi jo'p rangini chiqirdi, ikkinchi jo'p ozroq ta'm kirdi. Tuzini chiqarib salsak bo'ldi. Birdan turib suv quymiz emasmi? Ha, shunaqmi? Undan boshqa iljatamda shakar solamiz dedingiz, haqiqatan biz odatda o'ylarda qo'rma-qo'rg'ancha shakarni ancha qisab ketmaymiz. Bo'libmi bizning yosh cho'ng ota-onalarimiz, cho'nglarimiz odat bunday tet qo'lanjiqroq qisab ketishni toza xohlamaydi. O'z ta'm bilan yeylik bolam deb. Bo'ldi, unda bo'lsa hozir bundan bir qo'shiq shakar solamiz shunaqmi? Ikki qo'shiq savitaydi. Qo'shiq solsam bo'ldi. Shakar sol, seriq bo'lay deganda go'shtni solib qo'yirsak bo'ldi. Bunda temperatura endi buni gradusini normal bo'lishiga cho'qim alayda qilib qilishimiz kerak. Bo'lmasa bevasagan may, masalan go'shtni bevasagancha kuyib ketish. Chachrash xatarlik bo'ldi. Bu ham seriq bo'ldi, hamda go'shtni solsak bo'ldi. Hozir go'shtni solsak bo'lamda. Diqqat qilib jiroqroq turib soldi, maybaq qizib ketdi. Xo'sh. Hozir misolgan shakar qizdirib ma'lum bir bosqichga kelgancha uni bir alayli muzik biroq chiqar ekan, bir shakar qiyomini quruq chiqar ekan. To'g'ri. Shu vaqtida uni biz silishga boshlasak bo'ldi ekan. Mening hozir gradusi normal bo'lg'achqa Elshad. Sizlarning u yana ahvol qandayroq bo'lyapti? Bizning ahvolimiz yaxshi emas. Mening ahvol toza yaxshi bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti. Nima? Odatda yuz qo'rg'ancha mushkul holat shakllandi. Buni qanchalik vaqt qo'raymiz, qaysi xil holat kelgan chog'da barangga solamiz. Rangi o'zgarganda ham go'shtdan chiqandiroq barangga solsak bo'ldi. Bir 5 minut qo'raymiz. Atrofida qo'raymiz shunaqmi? Chunki biz qo'rgan go'shtninki cho'ngliqi sal yo'g'aroq shunaqmi endi. Unda qilgandan keyin ta'mi chekirmasa ham to'liq pishimi so'nmaydi, ha. Barangini solsam bo'lamda? Hozir soldigan bosqich keldi shunaqmi? Qarmoqlar hozir bundan chiqayotgan xushbo'y, xush hid bizning ishtohimizni ichyapti. Yana ozroq tatliqroqmi kelyapti. Bu nima tatliqroq degan chog'da dal obiyam solgan ikki qo'shiq shakarniki mayda ergandan keyin qoldi. Endi biz bunga barangini silishni boshlaymiz. Xo'sh, ekrandagi ko'rmadasa ko'rayotganinglar Shinjang televiziyasining Urum shahridagi avat rayonlaridan biri bo'lgan Dashizdagi 360 musiqali restoranda ko'rinishga ilinayotgan Ichil Dasqin programmasi. Shu tapda bizning programmamizning ixlosmand ko'rmanlaridan Elshad bilan Zulxmar bizga bugungi kaligushi barangi qo'rimasini qanday tayyorlashni, qanday qo'rishni o'rgatyapti. Hozir ikki qozonninki ahvoli asosiyatdan o'xshash bo'lyapti Elshad. Siz men qaragancha sal barangi oldida sal qizdiribroq pishib bo'ldi meningki.
Endi mushkulada qancha vaqt pishiramiz buni? Bir 5 minut qo'ysak, baranga sap bo'lgandan keyin so'qizib qo'ysak bo'ldi. Su qo'yib dumsak bo'ldi. Do'stlar diqqat qiling, shunaqa bo'lsin biz ekran oldidagi mush programmamizni ixlos bilan ko'rayotgan shunaqa mush qo'rimini qo'rishni o'rganishni xohlaydigan do'stlarga yana bir qatam tavsiya qilamiz. Qalam qog'ozni ilib xotirlaydilar. Bizning bugungi mush qo'rimizga ketgan materiallar bo'lsa kalugishi, undan boshqa baranga. Shunaqa asosiy materiallar shunaqa eng muhim materiallar. 8 qir bor. Shunaqa. Buni qo'rg'anda 2 kal sap qo'ysakmi? Bo'ldi. 8 qirni balkim do'stlar ilgari maylimiş to'qolgish qo'rimiz yegan chaqda bo'lsin yoki boshqa jungoch qo'rimlarni yegan chaqda ko'proq ko'rib baqqan bo'lishi mumkin. Undan boshqa mushta qo'rimlarni qo'rgan chaqda 8 qirni ishlatsak, buning go'shtni yumishtish roli bor. Shunaqa kalugishi to'qolgish qatorliqlarda intayin yaxshi rol o'ynaydi. Bundan boshqa shu qo'rmaga bek yaxshi tamlantirdi. Shunaqa aytimizda qildi bo'ldi. Buning suv qo'ysak bo'ldi. Suv qo'ygan chaqda qancha miqdorda qo'ysam bo'ldi? Şu göçülen Şalaşqidek aldı qo'ysak bo'ldi, ha? Tep qulanni misolimiz-ku deyman. bo'ldi, tuzini tanishib olsak bo'ldi. O'zimizning ehtiyojimizga asosan salsak bo'ldi shunaqa. Mana hozir men qo'rgan bu qo'rima hozir suv quyilgandan keyin qaynash holatiga o'tdi. Menimcha odat bunday qo'rimlar sal so'llik, agar buni suyi sal quyuq bo'lsa texnik yeyishlik bo'ldi. Odat biz degan kraxmalniki qo'rimalarning suyini quyuldirish, undan boshqa buni texnik mizlik qilish xususiyati bor deb shunlashqam. Gerçekten ehtiyojda bu xil talab o'tirib qo'yilmasmi, kraxmal sapaqsan bo'lamdi. Bo'ldi. O'zimizdan ish ta'min qilib ehtiyojimizga asosan, ha. Mening toza quyuq, shirinlik chiqib ketsa, iliqqa el qanaqa bo'lishini qat'iy nazar, shu Zulxumarniki lilla adil baho berishini umid qilaman. Sizlarga mazroq sevtayman. Endi sizlar diqqat qildinglar, hozir bizning ishlatganimiz quruq kraxmal. Quruq kraxmalni odatda biz odatda maz pishiriqlarni pishirgan chaqdimi, un o'rnida ishlatish orqali uninki shu chaplashishiniki oldini olg'ili bo'ldi. O'z navbatida odatda biz quruq qo'rimalarni qo'rgan vaqtimizda suyuqlantirilgan kraxmalni jiqroq ishlatamiz, ya'ni suvga quyib eritgan. Hozir buni o'zining sho'rbisi bo'lganligi uchun biz kraxmalni shu 16 dilam buni o'chashdik. Undan boshqa men qarsam diqqat qilsam, elchat o'g'irliqchilar tuz. Azroq savol ya. Suv sap bo'lgandan keyin bir qo'shiq qo'shma qo'shib qo'ysak bo'ldi. Qo'shib qo'ysam bo'lamda. Bo'ldi. Menimcha bugungi tamoqimiz ikkilimizning intayin o'xshaydi, chunki biz bunday xo'shal kayfiyat aslida ilib bordik. Tamoq etishda bo'lib xonim qizlarimiz hamda bakrak bo'ldi. Xo'shal kayfiyat intayin muhim shunday qilib. Masalan, sizning tamoqingizda yo'ldoshingiz o'xshab tuz qo'shib ketadigansiz. Adıqınız çıxıb getdiğinde bizning suyumlik xanım qızlarımız, analarımız ana shuningdek barğanchada onundan keyin ardıq chiqargan suyumlik insonlar hisoblanadi. Biz bu yerda barliq biz uchun ajr qilayotgan, ya'ni shu analarımızga, dadalarimizga jumladan biz uchun ajr qilayotgan xanım qizlarga rahmatimizni bildiramiz. Har bir qitim tamoq etgan chog'da ularning kuni mushuna tamoq etish uchun biz uchun jafo tortayotganligini o'ylasak, ularga bo'lgan hurmatimiz oshadi. Hozir hamda samsaqni to'g'rab tayoq berib siz lekin men sanmabsiz. Samsaqni olay deganda salsaq bo'ldi. Shundaqmi? Undan so'ng men buning yana ozroq zanjibil silib etishni to'g'ri topdim. Chunki zanjibilniki shu bo'lib qish faslida turli zukamlarning oldini olishda, undan boshqa odamningki immun kuchini oshirishda ishbaliq roli intayin ko'p shunlashgan. Muvofiq miqdorda zanjibil silvasak, bu balkim texnik yeyishlik bo'lishi mumkin. Hamda buni biz eng to'g'ri gradusga kelib dumlab qo'yamiz. Undan bo'lsa buni biz qancha minut atrofida dumlaymiz? O't kichik bo'lsa, qancha shunchalik uzoq dumlasakmi yaxshi bo'ldi? Qancha ezilib, qancha yeyishlik bo'lsa, yaxshi bo'ldi. Shuncha yaxshi bo'ldi ekanda. Lekin ba'zilar bor bu barenni qattiqroq yeyish kamroqlar 20 minut dumlab qo'ysin bo'ldi. 20 minut atrofida dumlasi bo'ldi. Xo'sh, qadrli do'stlar, 30 sekundlik e'londan keyin shu topda diqqatingizda bo'layotgan Shinjon televiziya stansiyaning Urumchi shahridagi Avat rayonlaridan biri bo'lgan Dashizdagi 360 muzikalik restoranda ko'rinishga e'lonlayotgan Ichil dasxonim programmasi. Hozir bizniki bu dumlimimiz nihoyat zo'q-sho'q bilan shu vartaqshib qaynab degan shundoq ishtahoyimizni ichib yutib bordi. Uning ustiga hozir tamoq yeydigan vaqtga to'g'ri kelib qolgan qo'sqimizni. Qo'saq ichib ketdi. 15 minut atrofida dumlandi hozir. Sirtidan shundoq qarsam, buning yana dumlishiga bir 5 minutlik vaqt bor o'xshaydi. 10 minut. 10 minut atrofida vaqt bor ekan. Ilshad hamda yuqorida ayolingizni shu naqshchi dedik, ha? Uning muzik o'qituvchisi. Programmamizning shunaqa bir qoidasi bor. Shunaqa etish jarayonida o'zining bir yaxshi qazon beshillar mal qilib ketadigan bir aloyidligini namoyon qilish kerak deydigan. Qo'shilaman. Qo'shilamsiz. Yo'lchimiz qo'shildi. Mishal bir naqsh etib bergan bizga ozroq vaqt bor ekan. Bo'ladi. Ko'rmanlarimiz agar anglashni xohlasa, Mishay bir javob berish kerak. Buna qo'shib naqsh etib bersiz. Tayyorlik bor ekan qiqda. Tunugun cho'qim Ilshad uyda kechich bu formani qanday tayyorlashni o'rgandi.
Cho'qim Zulxumar aylanib qarab bu naqsh yetishilgan deb deyman. Bo'ldi, men naqsh etib bersa kerak bo'lsa. Ma'qul, ana baqaydi. Terek bostanğa ben hayran. Senin gönlün aram tapdi, benim gönlüm tehi hayran. Yayrımı gülcan, canımı gülcan, yar bulsun mengü aman. Yar derdide ben avare, yüreğim pare pare. Rahmat. Hozir qaznimiz mana aytdi, yaxshi qaynayotirdi. Qarsam, yana bir qancha minut vaqt bor? İçip qarab baqsaq bo'ldi. Ha, bulamda? Bo'ldi. Unda xo's ichib ko'rib baqayli. Vah. Wow. Nayt o'xshabdi. Biroq hozir bu yerda ozroq bir voqea yuzaganda qildi. Ya'ni mening suyi oz bo'lganligi uchun aslida sal chopilish hadisi bor qilib turdi. Buning uchun biz bir aralashtirib yetishimiz kerak. Aralashtirib, yana azroq So'qishib qo'yishim kerak. Odatda shu ekran oldidagi Uyg'ur tibobatiga intayin diqqat qiladigan so'g'uq mizojga intayin ko'ngil bo'lgan bizning suyimlik cho'nglarimiz balkim shu barangi bilan kala go'shtini so'g'uq yal deb o'ylab qilishi mumkin. Ya'ni biz buni dastlabki qo'rib oldik, shunaqa qo'rib olgandan keyin buni oqini yana dumladik. Demak bu baribir hozir mo'tadilga moyil bo'ldi. O'zidagi dastlabki yallik xususiyatlarni yo'qotdi deyishga bo'ldi. Shunlashqa bu amaliyot bizning cho'nglarimizdan yeyishga intayin mos keldi. Ishdan qaytgan chog'da yoki odatda nimtamoq yetishni bilmay ishtahat totmayotgan vaqtlarda shunday oddiy bir qo'rimni qo'rib, ham qo'saq to'ydirish, ham ilmiy oziqlanish, ham salomatlikka foyda yetkazish maqsadiga yetkili bo'ldi. Shunlashqa bumi bugun biz do'stlar uchun tavsiya qilgan g'oyat yaxshi bir tomoq turi. Mana bizning bugungi bu qo'rimizning rangidan holatidan do'stlarning bizning bu qo'rimiz uchun qancha ajr qilganligimizni bilaliganligiga ishonaman. O'z navbatida buniki hozir xush edi, shu topda bakli yigimizni keltirib yetib Unda xo's buni biz chiroyli taqsilarga o'tirib birlikda yeylik. Har aslan xatolashibman. Bunun agarda biz mehmonlarning oldiga chiqmoqchi bo'lsak, chiroyli bezak uchun ba'zi bir ko'ktatlarni ishlasak, bu texmo chiroyli, texmo ko'rkam chiqadi. Unda bo'lsa, mana. Hamda ba'zi narsalarga ortiq gap qilish hojasiz. Çok qarablam do'stlar bilalaydi. Ko'pchilikning ko'zi hammadan ro'shan. Mening ma'nosal suyi borchi, mana qilsam balkim suyi to'kilib ketadi. Shuni qilmadim. Amaliyotda buning suyi bor, suyi yo'q masalasini nihoyat yaxshi tushuntirib bera olaman. Chunki men buningga quruq qiraqmonchiqroq ishlatdim. Elshad tuzuk ishlatmadi. Shunlashqa rangi O'zimizning yeyishiga qarab sarsoq bo'ldi. Shunga rangi andaq turdi. Ammo meniki qarsalam, yigisi keldi nihoyat quyuq, izlab pishgan, yeyishlik, tamlik, mizlik. Bundan bugungi chempionlar kim ekanligini bilalaymiz. Oldi programmamiz tugadi. İslat yetolmaysizlar-da. Bundan xo's endi rasmiy ustaliga berib tetayli, ha. Rasmiy almashtirib ketib baqayli, ha. Bo'ldi. Jironlar. Tayyorlash usuli tövandikcha. Oldi bilan kalugishi va barangini 4 birja qilib to'g'rib olamiz. Ondan qozonga muvofiq miqdorda yog' quyib, ustiga bir cho'ng qo'shiq shakar solamiz. Shakar erib bo'lgandan keyin kalugishini silib, qizarg'icha qo'raymiz. Ondan ustiga tuz, tetim suvdan muvofiq miqdorda solamiz. Ondan 8 qirdan ehtiyojimizga asosan silib, ustiga barangini silib, rosa qo'raymiz. Taxminan 3 minut atrofida qo'rgandan keyin zanjibilni silib, ondan ustiga chilashqidek suv quyib, suzotda qo'rimini 15 minut dumlaymiz. Vaqt to'shqanda qo'rimiga samsoqni silib, tuz ta'mini tangshab iste'mol qilsak bo'ladi. Kalugishi barangi qo'rimisining tabiati ho'l issiqqa moyil bo'lib, go'rish osh bilan iste'mol qilishga toza muvofiq keladi. Xo'sh, iqrodidagi aziz ko'rmanlar, programmamiz oxirlashga bir qancha minut qolgan ushbu damlarda biz o'zimiz bugun birlikda tirishchanlik ko'rsatib, hamkorlashib qo'ygan bu ikki taqsa o'xshash qo'rimini Elshad bilan Zulxumar ikkisi bilan birlikda tetib yiqishni to'g'ri topdik. O'z navbatida yana davomli sizlarga bugun rahmatimizni bildiramiz. Sizlarni ayt yaxshi ajr qilinglar. Shundaqla menga bu qo'rimni qo'rishni o'rgatib qo'ydinglar. Dastlabki men programmamiz ko'rinishga ilishga boshlagan chog'da bugun ham qancha shafoat otamiz bu qo'rimni qo'rg'ichilik deb o'ylagandim. Lekin bek oson keldi. Reklam oson. Bek oson ham bek yeyishlik. Hattoki to'g'ri qo'rdiqini yeyishni yaxshi ko'rgan do'stlar bo'lsa, musha orqali shu xil o'ziniki yeyish orzusini basolaydiga pasaytalaydi ekan. Nəhayət adamga lazzat bag'ishlaydigan yeyishlik bir xil qo'rim ekan. Hamda ko'rman do'stlarimiz ko'rgandek Elshad bugun suni chiqarib qo'ydi. Uning ustiga qo'rish jarayonida
Ko'rsal azob qaldi. Azob qaldi. Ömləşcə oldu. Şunlaşqa bugun Elshad qo'rg'an baranga kalı go'shti dumlimasi sal aqım shun bo'lib chiqdi. Meni bo'lsa men suvni azroq qo'ydim, ko'proq dumladim ham ko'proq qo'rdim. Uning ustiga men kraxmal jiqroq qo'yg'achqa qarmoqlar hozir buniki nayt so'llik, nayt yeyishlik bo'lganda qildi. Unda bo'lsa Elshad, men sizlarnikin tetib baqay, sizlar menikin tetib baqanglar. Allah javob bermasa ko'maydi-jimi? Shu Elshad zot o'zim yig'ima debdek askilik ketib bordi. Qani, kelinglar. Nayt yeyishlik bo'pti. Hozir biz yuqorida degan agarda baranga yumshoq qo'rilsa, so'llik bo'lsa, ishtaha bizning oshqozonimizga nihoyat yaxshi deb, bak yumshoq, bak mizdek. Shundan tetib qo'ylar. O'xshatdim zuhlar. Mana bugun biz qo'lma-qo'l tirishchilik ko'rsatish natijasida nihoyat ko'ngillik 20 soatni boshdan kechirdik shunaqla. O'xshagan bir xil formani tayyorlashni o'rganib oldik. O'z navbatida biz programma gruppasidan sizlarga baxtlarni tilaymiz, turmushinglar texnik osoyishlik bo'lsin. Ayollar mana shunday bir-biriga vafodor bo'lgan chaqda, bir-birini qo'llab-quvvatlagan chaqda, hamda past bo'lgan chaqda bundan keyin taqdirdosh bo'la oladi. Oxirida biz ekrandagi do'stlarga mishada xo'sh deylik. Bu vaqtda Ichildas qilin programmamizdan 20 soat vaqti endi rasmiy to'shda sizlarga qiymaslik ilikida xo'sh deyishga majburmiz. Keyingi son Ichildas qilin programmamiz yana kimlar bilan qanday o'xshagan tomoqlarni etishni o'rganganimiz hamda sizlarga o'rgatib qo'yganimiz. Agar bunga qiziqsanglar keyingi son programmamizga diqqat qilishni unutib qolmaysizlar. Eng oxirgi minutlarda ekrandagi barliq suyumlik peshqadam cho'ng qadrdonlarimizga, shunaqla yosh jup qadrdonlarimizga baxtlarni, omadlarni tilaymiz. Turmushinglar asoyishlik, dasturxoninglar texnik barakatlik, mo'l usullik bo'lsin. Men Nijat keyingi son programmamizda ko'rishguncha xayr xo'sh. Qani, endi davomli Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.